Hamma ovqat bilan piyozni birga qo'shib yeyishni yaxshi ko'radiganlar ekranga yaqinroq kelinglar. Men sizlarga hozir bitta dona piyozni mazali qilib yeyishni o'rgataman. Demak, bizga ikkita piyoz kerak bo'ladi. Mana qizlar, ikkita piyozni postini artib, endi bularni qalin qilib to'rab olamiz. Mana piyozlarimizni qalin-qalin qilib to'rab oldik. Endi mana shu bonkamiz ichiga solib chiqamiz hammasini. Mana solib chiqdik qizlar, ikkita rovna piyoz ketdi. Endi bunga qaynatib, sovitilgan qaynagan suvni solamiz. Kichkina qoshiqda to'la tuz solasizlar. Shakar nomiga, bitta kichkina qoshiqda uksus. Xohlasanglar nomiga murch. Paprika xohlaylar solinglar, xohlaylar solmanglar. Endi qopqog'ini yopib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana qizlar, aralashtirib bo'ldik. Endi buni 3-4 soatga mana shu ko'rinishda dimlab qo'yamiz. Bir-biriga maza kiradi. Qaynagan suvni sovutib solganimiz sababi, masalan, shuni suvini ham ichkisi kelgan odamlar bemalol suvini ham ichsa bo'ladi. Bu xom suv emas, qaynagan suv. Bergan ma'lumotim sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'lishni unutmanglar.